Xo'sh, davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi adreskopka mebellarni boshlab oldik. Samarqand, Urgut tomonga o'tganmiz. Yotoqxona to'plami. Bitgandan keyingi holatini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mana bu tomonga shkaf, divan, tremojini kirib beradigan bo'ldik. Xo'sh, shkafni ichki holati. O'rta polka, ikki tomon kiyim ilish uchun, ya'ni o'rtasidan bo'lingan ikki qavat. Mana bu tomon razmeri uzunroq. Xo'sh, davom etamiz. Navbatdagi adreskopka mebellarni tamomlab, tugallab ham bo'ldik, topshirdik ya'ni egalariga. Xo'sh, bugungi adresimizni aytib o'tganimizdek, Urgut tomonga o'tganmiz, yotoqxona to'plami. Klient razmeriga satishdi, uy 4 metrga, shkafning balandligi ham 225, uyning razmeriga, klient xohishi. Xo'sh, mebelga keladigan bo'lsak, fasad qismi indiv, korpus qismi laminatdan mana bunday qilib, naqshli, uymali qilib yasalgan. Xo'sh, ichki holatiga ruchkalari ham nima deydi, обычный, o'ziga mos. Xo'sh, razmeri uzunroq bo'lgan kiyimlar uchun o'rta qismi polkali qilib yasaldi, ya'ni mana bu qism, mana bu qism. Chetki qismi ikkiga bo'lingan, razmeri kaltaroq bo'lgan kiyimlar uchun mo'ljallangan mana bu tomoni. Ichki holati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar klient xohishi. Xo'sh, divanga o'tadigan bo'lsak, divan aslida standart razmer 210 ga 170 bo'ladi, lekin bu razmer 190 ga 230 bo'lgan, ya'ni razmer katta bo'lgan ancha. Matras ham ortopediskiy emas, anatomiskiy, pul qimmat matraslardan. Tomba 75, yonbosh 50, 3 ta tortmali qilib, razmeri ancha katta bo'lgan holatda yasaldi. Xo'sh, vakuumda 100%. Mebel, tortmalari, ya'ni tortma eshiklardagi mexanizmlar 100% vakuumli qilib yasalgan. Xo'sh, pastda nomer qoldiramiz, bemalol biz bilan bog'lanib, aloqaga